bir podsho oddiy kiyimlar kiyib qani nima ahvolat bo'lyapti ekan deb aylanib yurib dashtga chiqib ketib qolibdi. Endi bir chodirda oldidan o'tib ketsa, bir odam shunday duo qilyapti ekan: ey Allohim, o'zingga shukr, qimirlagan jon borki, rizq seni zimmangda, bugungi mana rizqimni yetkazding deb. Va kim qimirlagan jon borki, rizqi uni zimmasida degan gapga podshoning uncha e'tiqodi yo'q ekanda. Shunday kirdi ichkariga: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling mehmon o'tiring. O'tirib tanishibdi. Nima ish qilasiz? Shu bir kasbchilik qilaman. Ha, yaxshi. Shundan rizqim kelib turibdi, Xudoga shukr. Keyin podsho aytdiki, agar mabodo deb podsho ertasiga bir qaror chiqarsa, kasbchilikka taqiq qo'yiladi, shug'ullanish mumkin emas desa, nima qilasiz? Xudo podsho rizqimizni yetkazadi. Xo'p dedi, endi yeb ichib duo qilib chiqib ketdi. Ana ertaga ko'raman holingni deb borib kechqurun qaror chiqardi. Ertalab jarchi chiqib hammaga jar qilyapti. Bugundan boshlab kasbchilik taqiqlanadi. Kim haligi shug'ullanadigan bo'lsa zindonga tashlanadi. Podsho mazaq o'tdi degan. Bugun kechga boraman, qanday yeydi ekan deb. Shunday yana o'sha kiyimlarda kelsa, haligi odam yana duo qilyapti ekan: ey Xudoyim, o'zingga shukr, qimirlagan jon borki, seni rizq seni zimmangda deb shunday kirdi. Assalomu alaykum. O'tiring, hozir siz avliyo ekansiz dedi. Tinchmi desa, shu kecha aytganingiz ertalab dedi, podsho shunaqa qaror chiqarib turibdi-ku dedi. Ha, siz nima qildingiz dedi. Men shart toqqa chiqib ketdim dedi. Daraxtlar kesib, o'tin qilib sotdim. Ha, yaxshi. Mana ikkita tanga ishladim, bittasini ehson qildim, bittasiga mana yeb ichib o'tiribmiz. Voy baraka toping. Keyin endi mabododa ertaga podsho shu o'tinchilikka ham taqiq qo'yib qo'ysa nima qilasiz? Bir gap bo'lar. Shab bortida o'tinchilik taqiqlanadi. Ertalab jarchi xabar qilgan, bu mazaq kutib o'tirdi. Ertalab kechqurun boraman, maza qilaman. Kechqurun borsa yana duo qilib taliga kiritdi. Avliyo ota keling, xush kelibsiz. Ha. Nima bo'ldi? Aytganingizdek o'tinchilikka taqiq tushdi. Keyin men darrov narsa olib sotadigan bo'lib, shu kichkina savdo bilan shug'ullanib, chaqovchilik qildim. Keyin podsho o'ylabdi, qarasam, buni taqiqlasam buni taqiqlasam buni. Mabodo dedi, mabodo. Podsho sizni bir ishga olsa, bir oyda bir marta oyligingizni olasiz dedi. O 29 kun kuningiz qanaqa ko'rasiz desa, Xudo podsho bir ko'ramiz. Ertasiga bordi-da, falon joyda yashaydigan shu Hasan Kayfiyni olib kelinglar, oyog'ini yerga tekkizmasdan, meni yonimda o'tirsin, ko'zim oldida tursin dedi. Hali mirshab qilib qo'yibdi. Ertasiga olib kelgan, kiyimlarni bergan, qilichni bergan, turibdi ekan. Endi podsho kechqurun ko'rishadi, mazza qilib o'tirdi ekan hozir. Ishdan chiqadi debdi. Hech narsa pul topgan yo'q. Qani nima yeydigan? Xudo qanaqa rizqni yetkazar ekan. Keyin bu ketishdi. Bu ham oddiy kiyimlarni kiyib, orqasidan yetib borsa, duo o'tiribdi ekan chodir ichida. Ya deb kirdi. Kirsa, hazrat siz haqiqatda bir avliyo ekansiz. Podsho ertalab qaror chiqardi. Men nimam yoqqan? Borib nima? Mirshab qo'ydi. Keyinchi deb. Yonida turdi kechgacha. Keyinchi. Men shunchalik ne'mat qayerdan desa, chiqdim-da dedi. Hali menga hali soqchilik qilich beruvdi. Qilichni sotib oldim debdi. Sotib oldim, Xudo xohlasa shu bir oyga yetadigan pul bo'ldi shu. Men hozir g'amlab yeb turibman desa, ha ertaga podshoga u bugun hali hujum qilib qolsa, siz uni qanaqa himoya qilasiz? Nima qildingiz o'zingiz? O'rniga deydi, hali yog'ochdan qilich solib qo'ydim hali sopiga debdi-da. Hech kim bilmaydi. Ha hujum bo'lib qolsa nima qilasiz? Ha, Xudo bir yo'lini ko'rsatadi. Jahli chiqib ketdi. Ertaga hali podshoning oldiga olib kiradi, hali jinoyatchilar. Ha. Bitta jinoyatchini olib kirgan ekan. Hali Hasan taniydimi, xullas karam bir yaxshi odam bo'lgan, bilmasamiz. Yo Hasan tadbir bo'lgan. Shun jahli chiqib turgan ekan. Hasan debdim. Kallasini ol debdi. Qilich taxtadan. Qilich taxtadan. Podshohim bu odam yaxshi odamga o'xshaydi. Men bir duo qilay. Ey Xudoyim, agar mana shu odam, bu endi sirni faqat ikkalasi biladi. Saroyda qancha odam bilmaydi. Mana shu odam haqiqatda agar jinoyatchi bo'lsa, men hozir kallasini olaman. Agar u begunoh va hech qanaqa bir ayb ish qilmagan bo'lsa,
sen meni qilichimda yog'ochdan qilib qo'y deb shuni chiqargan ekan. Yog'ochda. Hamma yopiray deb qoldi. Qilich yog'ochdan. Keyin qarab, bunaqasiga buni haqiqatan tadbirli inson va joyida nima deyishni bila oladigan odam farosatli hisoblanadi. Ya'ni odamning aqli noqisligini ikkita joyda bilsa bo'ladi deydi. Birinchisi gapirish kerak bo'lgan joyda jim turadi. Ikkinchisi jim turish kerak bo'lgan joyda gapiradi. O'shaning uchun haqiqatda fahm farosat sohiblarini ko'rsangiz, nimani, qayerda, kimga qachon gapirish va u gapi qayergacha yetib borishini hisob-kitob gapiradigan odamlar. Endi haligi oxiri tan berdi, qo'lini ko'tarib, bo'ldi boraver, kosibchiligi, o'tinchilik hammasini taqiqlarni oldim deb. Yigit kishiga haqiqatda 40 hunar ham oz. Olim inson bitta sohada hamma narsani va hamma sohadan bittadan narsani bilish kerak deyshadi-da.